Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayba dersxanamızga hoş geldinglar. Biz bugün fiqhi dersimizning 9 dersini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik dersimizde taharetning sunnetlari, makruhlari ve taharetni buzg'uchi omillar haqida to'xtalgan. Endi biz bugün cho'ng taharet haqida to'xtalamiz. Ya'ni g'usl haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz dersimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-g'usl. Biz qandaq vaqt taharet alamiz? Kichik taharetimiz bo'lmagan vaqtida namoz o'qimoqchi bo'lsak, yoki Qur'onni tutmoqchi bo'lsak, yoki Ka'bani tavof qilmoqchi bo'lsak, ishqilib taharetni talab qiladigan bir ishni qilmoqchi bo'lsak, kichik taharet alamiz. Cho'ng taharetchi buningmi sabablari bor. Biz old bilan buning farzlari va sunnatlarini so'zlab o'tgandan keyin g'uslini keltirib chiqaradigan, ya'ni g'usl qilishni talab qiladigan ishlar bilan tanishib chiqamiz. Bunda bo'lsa al-g'usl. Bu g'uslning qancha farzi bor? G'uslning faqat 3 farzi bor. U qaysi? Birinchisi al-madmada. Madmada. Ig'zimizni chayqash. İkincisi al-istinshaq. Burnimizni chayqash. Üçüncüsü g'aslu jami'il badan. Badanning hammasini bir qatim yuvish bu g'usliningki farzi. Endi mushu 3 ishning birisi chala qolsa g'uslimiz ado topmaydi. Shunga biz buni farz dedik. Endi g'uslning farz sunnatlari bormi desa, albatta bor. G'uslning sunnatlari, sunanuhu. Birincisi niyat. Xuddi tahoratga niyat sunnat bo'lgandek, g'uslimiz niyat sunnat. Ya'ni maqsad qilish sünnet. Eğer bir adam junub yoki bir ayol kishi heyzlardan poklandı, dahi yunmadi. Bir to'qqan ayolmi nefasi to'xtab, dahi yunmadi. Bir sagi deb suvga tushdi yoki munchuga tushdi. Uningda g'usl qilishni niyat qilmadi. Keyin namoz vaqti keldi. Voy men bayatni yunib ekanman, shuni hisob qilay desimichu ado topadi, ammo sunnatni tark etgan bo'ladi. Ya'ni maqsad qilish niyat sunnat. İkincisi et-tesmiye. Bismillahirrahmanirrahim deyish g'usldan ilgari g'usl qilgan vaqtimizda tunji qatim 5'da Bismillahirrahmanirrahim deyish sunnat. Üçüncüsü ay yaghsila yadayhi va farjahu. İki qo'lni bo'g'imgachilik yuvish va avratini yuvish sunnat. Avrati bulgangan bo'lsin yoki bo'lmasin yuvish sunnat. Al-vudu qablahu. Ya'ni yuvinishdan ilgari bir qatim tahorat elib o'tish, kichik tahorat elib o'tish sunnat. Ay yahthi ala ra'sihi thalathan. Beshini 3 qatim yuvish. Oldi bilan 5ni 3 qatim yuvish bu sunnat. Ta'khiru ghasl ar-rijlayn in kana fi mustanqi'. Agar bir patqoqlikda bo'lib qolsa yoki bir dasning ichida bo'lib qolsa suv yig'iladigan ikki putni oxirida yuvish, ya'ni yuvishni kechiktirish sunnat. Agar unda emas, yunsak suv eqib ketib turadigan bo'lib qolsa bu sunnat emas. Al-bid'u bimankabihi al-ayman. O'ng tarafi bilan boshlash, ya'ni o'ng mo'risi bilan boshlash sunnat. Ondan keyin sol tarafı bilan boshlash, ondan keyin yo'q vaqtda silab yuvish badanlarimizni, ulab silab yuvish sunnat. Va undan boshqa tahoratda, kichik tahoratda sunnat bo'lgan ishlarning hammasi g'uslidimi sunnat. Mana g'usliningki farzlari va sunnatlari. Endi g'uslimi ba'zida farz bo'lsa, ba'zini bo'ldi sunnat mustahab bo'ladi. Biz farz bo'ldigan, ya'ni yuvishimiz qat'iy bo'lmaydigan o'rinlarni tuanda so'zlaymiz. Mustahab bo'lgan o'rinlarni uni sizlar so'zlaysizlar. Ma hukmu ghasl juma val aydan val ihrom. Ihrom uchun, hayit namozi uchun juma kuni yuyinishning hukmi nima? Bu sizlar qolib qoldi. Endi g'usliningki mujibatlari, ya'ni g'usl qilishni vojib qiladigan ishlar qaysi desa, birinchidan xurujul mani difqan bi shahva. Diqqata, manininki chiqishi. Birinchisi mani chiqish kerak sirtiga. Ya'ni sulbidan yo'tkilish kerak. Chiqish degandan bo'lgan maqsad shu. Sulbini qanday qilish kerak?
yo'tkilishi kerak. Ama yana bir ko'zqarashlar cho'qim sirtiga chiqish kerak degan ko'zqarashmi bor. İkincisi difqan bishahva, shahvatdan chiqish kerak. Bu shart ha. Xuruj chiqdi, o'yga qadam, ama shahvat yo'q. Yani bir kasallik sababidan bir odam shuna chiqqan bo'lsa, bu g'uslni vojib qilmaydi. Ammo uxlab qolgan vaqtida mayli shahvat bilan chiqsin, mayli shahvatsiz chiqsin, g'usl vojib bo'ladi. Yani onun da lezzet bo'lish shart emas uxlab qolgan nisbatan. Ammo o'g'ay odam nisbatan birinchidan manining chiqishi, ikkinchidan lezzet bilan chiqishi, uchinchidan da bir etilib chiqishi, 3 sharti bor. İlla naim, faqat uxlab qolganimda uning da difqi, etilib chiqish va lezzet shart qilinmaydi. İkincisi iltiqaul xitanayn min g'ayri inzal. Hem de erning ve ayolning avratiningki uchrashishi deydi. Bu yerdagi uchrashishdan bo'lgan maqsad tegishi degan gap emas. Tegsa bu g'usl vojib qilmaydi. Ammo g'iyobi xashfatan deydi. Ya'ni xatni qilgan, aylaning xatni qilgan miqdorda kirgan bo'lsa, g'usl vojib bo'ladi. Mayli mani chiqqan bo'lsin, mani chiqmagan bo'lsin. Buningda manining chiqishi shart emas. Shunga min g'ayri inzal deydi. Mani chiqmasdan. Chiqmasa vojib bo'ldi bu vaqtda. El-hayz. Hez g'uslni vojib qildi. Ya'ni hez tugandan keyin yuvinish vojib. Undan keyin nifas. Ya'ni to'qqan ayolninki nifas ag'ashgan vaqtda yuvinish vojib. Undan keyin musulmonninki o'limi. Bir musulmon o'lgan bo'lsa, uni yuvish vojib. Ammo shahidni yuvish vojib emas. Shahidni yuvish vojib emas. Mana bu g'uslning vojib qilgan ishlar. Undan keyin bu cho'ng tahorat vojib bo'lgan odamga nima harom bo'ldi, nima qilish cheklanadi desa, tuvandagi ishlar cheklanadi. Junub emas, cho'ng tahoratsizlikka, ya'ni mayli o hayz olsun, mayli nifas olsun, mayli junublik olsun, harom bo'lgan ishlar. Birinchisi kichik tahorat yo'q odamga nima harom bo'lgan bo'lsa, cho'ng tahorat yo'q odamga shu harom bo'ladi. Ikkinchisi Qur'on o'qish harom bo'ladi. Kichik tahorat yo'q odamga Qur'on tutish harom bo'lgan bo'lsa, cho'ng tahorat yo'q odamga Qur'onni tutish haram, uni o'qishmichu haram. Üçüncüsü mesjidde turush. Ya'ni nifaslar, hezlar, junub odamlarning mesjidning doirasiga kirishiga bo'lmaydi. Mesjidning doirasiga kirishiga bo'lmaydi. Mayli o hoylisi bo'lsin yoki ichi bo'lsin, mesjidga tava o'ringa kirishiga bo'lmaydi. Onda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi g'uslga aloqador bo'lgan darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Oxirida ko'nikmasi berilgan, sizlar buni ishlaysizlar. Masalan, birincisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Birincisi al-wudu qabla al-ghusl. Yuyinishdan ilgari tahorat qilishning hukmi nima? To'g'risini tanlaysizlar. Qolganini mushu bo'yicha ishlasanglar bo'ladi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.